uyga kolodus tashlash narxlari necha pul bo'lyapti akalarimiz? Kolodusni o'zlari ishlab chiqaradi zavodlarida, ya'ni o'zlari ustanovka ham qilib berishadi. Razmeriga keladigan bo'lsak, balandligi 90 bo'ladi, tashidan tashiga 120 razmerda bo'ladi. Narxi zavodda o'zida 200 ming so'm kolodusimiz. Xo'p, ustanovkasi bilan bo'ladigan bo'lsa 400 ming so'm bo'ladi. Xo'p, mana bu joyda hozir hammom uchun kolodus tashlanyapti. Mana bu joyga kuxnaga alohida bo'lyapti. Mana tashlandi. O'zlari kelib kovlab kolodusni tashlab berishadi. Hozir bitta balandligi 90 lik tashlandi. Endi ustiga 60 balandlikdagini tashlaymiz. Xo'p, joyimiz zaklik uchun haligi chuqur ko'lamadik. Ko'rdilarmi, o'sha suv chiqyapti. Xullas kalom o'zlari olib kelib kovlab tashlab beradi. Koloduslar ham o'zlaridan. Kimgadir shu xizmat kerak bo'lsa, xizmatlari vodiy bo'ylab. Mana qaranglar qadrdonlar, o'zlari olib keladi. Mehnatlari halol. Xudo xohlasa, o'zlari olib kelib, o'zlari tashlab berishadi inshaalloh. Aloqaga chiqaverasizlar.